Assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy axborot agentligida hafta tafsiloti dasturi. Bahorning 2-oyi ham yurtimizda yuqori ishchanlik kayfiyati bilan o'tdi. Yaqin daqiqalar ichida mamlakatimiz hayotiga oid eng muhim voqealarni siz bilan birgalikda nazardan o'tkazamiz. Do'stu qardoshdir azaldan o'zbegim tojik bilan. Ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbegim tojik bilan. Qayyosin aylay qiyos men bul shirin do'stlik so'zin. Totlidir boldan asaldan o'zbegim tojik bilan. O'zbek va tojik xalqlari azaldan qavm qardosh bo'lib yashab keladi. Yaxshi va yomon kunlarda bir-biriga yelka tutib qo'llab-quvvatlagan. Urf-odatlar, qadriyatlar shu qadar yaqinki o'zbek va tojiklarni ikki tilda so'zlashuvchi bir xalq deyish mumkin. Biroq ikki davlat mustaqil bo'lsa-da turli sabablar bilan do'stlik aloqalari sinovdan o'tdi. Qon qardosh, quda anda xalqlar orasida sun'iy to'siqlar qo'yildi. Bir necha yillar davomida o'zaro bordi-keldi rishtalari uzilib qoldi. Hatto shunday kunlar bo'ldiki, aka-ukalar bir-birlarining to'yu azasida o'zaro bordi-keldi qila olmay qoldi. To'siqlar qalinlashdi, chegaralar minalashtirildi. Shukrki, bugun vaziyat tamomila o'zgardi. Bordi-keldilar yana tiklandi. To'siqlar chok-chokidan uzildi. Ikki xalq bir-birining diydoriga oshiqmoqda. Hafta avvalida O'zbekiston rahbarining Tojikistonga qilgan amaliy tashrifi ikki xalq tarixida yangi sahifani boshlab berdi. Aeroportda davlatimiz rahbarini Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning o'zi kutib oldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xo'jand shahriga kelgach Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuv o'tkazdi. Oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish doirasida ikki tomonlama do'stlik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Muzokaralar yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon huzurida tashqi siyosat idoralari rahbarlari O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomaning kuchga kirishi haqidagi bayonnomani imzoladilar va ratifikatsiya yorliqlarini almashdi. Shu ondan e'tiboran O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma kuchga kirdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xo'jand shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov bilan uch tomonlama uchrashuvda ishtirok etdi. Prezidentimiz Tojikiston va Qirg'iziston tomonlarini barcha masalalar uzil-kesil hal etilgani hamda davlat chegarasini delimitatsiya qilish to'g'risidagi shartnoma imzolagani bilan samimiy tabrikladi. Uchrashuvning eng esda qolarli lahzalaridan biri O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov uch tomonlama davlat chegaralari tutashgan hududda do'stlik stellasini tantanali ravishda ochdilar. Ushbu yodgorlik qardosh mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, ishonch va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlanib borayotganining ramzi bo'lib qoladi. Yetakchilar tarixiy madaniy majmua Xo'jand qalasiga tashrif buyurib, san'at ustalarining qo'shma konsert dasturini tomosha qildilar. Aeroportda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon kuzatib qo'ydi. Do'stlik aloqalarimiz bardavom bo'lsin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bundan 500 yil avval Samarqandda tashkil etilgan. Amerikalik taniqli siyosatchi va diplomat Jon Kerri tomonidan aytilgan bu gap xotiramga o'rnashib qolgan. Shu yurt farzandi sifatida bu kabi e'tiroflardan o'zimda faxr, iftixor his etaman. Qadim va hamisha navqiron Samarqand bugun yana o'z tarixiy mavqeini tiklab, dunyoda tinchlik va barqarorlik o'rnatishga qaratilgan tadbirlarda muhim o'rin egallamoqda. 4-aprel kuni Samarqandda Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammiti bo'lib o'tdi. Yevropaning yetakchi media korporatsiyasi jahon media olamida katta nufuzga ega bo'lgan Euronews telekanali forum oldidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning intervyusini efirga uzatdi. Aytish kerak, mazkur intervyu tez fursatlarda jahon ommaviy axborot vositalarida o'z aks sadosini berib, ko'plab televideniya, elektron nashrlarda davlatimiz rahbari intervyusidan sammitni o'tkazish joyi sifatida Samarqand shahri tanlanishining sababi haqida batafsil so'zlab bersangiz, Samarqand muloqot va imkoniyatlar nuqtai nazaridan qanday ramziy ma'noga ega deb muxbir savol berdi. Davlatimiz rahbarining javobi shunday bo'ldi. Samarqand asrlar davomida savdo, ilm-fan va diplomatiya markazi bo'lib kelgan shahardir. Uning ulug'vorligi turli madaniyatlar, xalqlar va g'oyalarni birlashtira olganida
Bugun u yana Yevropa va Markaziy Osiyo zamonamizning asosiy muammolarini muhokama qilishi mumkin bo'lgan muloqot maydoniga aylanmoqda. Samarqand Markaziy, Janubiy Osiyo va Yaqin Sharq hududida istiqomat qilgan xalqlarning ko'p asrlik xalqaro munosabatlari tarixida alohida o'ringa ega. 6 asrdan ortiq vaqt ilgari ayni shu yerda Mavarannahr hukmdori Amir Temur Yevropa monarxlari bilan erkin va xavfsiz savdoni ta'minlash maqsadida faol aloqalarni o'rnatgan edi. Bugungi kunda Samarqand xalqaro hayotdagi o'ziga xos o'rnini tiklamoqda hamda mamlakatimizning tarixiy, siyosiy, diplomatik merosini asrab-avaylab, uni yangi, yanada keng mazmun bilan boyitmoqda. Tarixan shakllangan tushunchaga ko'ra Samarqanddan turib qaralganda dunyo tarmoq emas, balki yaxlit bo'linmas bo'lib ko'rinadi. Samarqand ruhi degan noyob fenomenning mazmuni ham asli shunda mujassam bo'lib, u xalqlar hamkorligining prinsipial jihatdan yangi formatini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Aytib o'tganimizdek, siz esa kuzatib borganingizdek 4-aprel kuni Samarqandda Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammiti bo'lib o'tdi. 4-aprel kuni Samarqand shahrida Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammit o'tkazildi. Tadbirda Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Koshta, Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov, shuningdek Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Renobassa hamda Yevropa investitsiya banki rahbariyati ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari tadbirni ochar ekan Markaziy Osiyo va Yevropa o'rtasidagi chuqur tarixiy ildizlarga ega munosabatlar jadal rivojlanib, mustahkamlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. O'zbekiston yetakchisi tarixiy voqea, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi davlat chegarasini delimitatsiya qilish masalalari to'liq tartibga solingani va kelishuvlar imzolanganiga alohida e'tibor qaratdi. Shavkat Mirziyoyev o'rta va uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan hamkorlikni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari yuzasidan o'z nuqtai nazarini bayon qildi. Avvalo, siyosiy muloqotni ko'p tomonlama hamkorlikning huquqiy va institutsional asoslarini mustahkamlash muhimligi ta'kidlandi. Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasida strategik sheriklik o'rnatish haqida qabul qilingan hujjat qoidalarini amalga oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni birgalikda ishlab chiqish va qabul qilish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Strategik sheriklikni aniq qarorlar, loyiha va dasturlar bilan boyitish maqsadida ikki mintaqamiz o'rtasida sheriklik va hamkorlik bo'yicha to'laqonli bitimni imzolash masalasini ko'rib chiqish taklif etildi. Xususan, Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi parlamentlar aro hamkorlik forumini ta'sis etish hamda uning ilk tadbirini shu yil kuzda O'zbekistonda o'tkazish, yetakchi tahlil markazlari hamkorligini kengaytirish taklif etildi. Davlatimiz rahbari yashil energetika, investitsiyalar, transport, infratuzilma va agrar sohadagi yirik mintaqaviy loyihalarni ilgari surish uchun investitsiyaviy platformani ishga tushirish tashabbusini ham ilgari surdi. Bundan tashqari O'zbekiston prezidenti bir qator boshqa tashabbuslarni ham aytdi. Investitsiyalarni himoya qilish va rag'batlantirish to'g'risida ko'p tomonlama bitim imzolash, Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi qo'shma savdo palatasini ishga tushirish, kichik va o'rta biznes, xotin-qizlar tadbirkorligi loyihalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shma mintaqaviy dasturni qabul qilish shular jumlasidan. Shuningdek, Transkaspiy transport yo'lagini kengaytirish va undan foydalanish uchun muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlar va qulay sharoitlarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, raqamlashtirish va kosmik tadqiqotlar sohasida ilmiy texnologik almashinuv bo'yicha qo'shma dastur ishlab chiqish tashabbusi ilgari surildi. Yevropa hamkorligining terrorizmga qarshi kurash masalalari bo'yicha muloqotni yo'lga qo'yish taklifi qo'llab-quvvatlandi. Afg'onistonda tinch taraqqiyotni ta'minlash masalalari bo'yicha maslahatlashuvlarni davom ettirish muhimligi qayd etildi. Yig'ilishda delegatsiyalar rahbarlari ikki mintaqa o'rtasidagi amaliy hamkorlikni kengaytirish bo'yicha takliflarni bildirdi. Birinchi sammit yakunida ikki mintaqa o'rtasida strategik sheriklik o'rnatishni nazarda tutuvchi qo'shma deklaratsiya va o'ta muhim minerallar sohasida hamkorlik to'g'risida deklaratsiya qabul qilindi. 4-aprel kuni Samarqand Xalqaro iqlim forumining yalpi sessiyasi ham o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va nutq so'zladi. Forum ishida Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Koshta, Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen,
Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbari Odil Reno Basso, Yevropa iqtisodiy komissiyasi ijrochi kotibi Tatyana Malchin, aholi punktlari bo'yicha dastur ijrochi direktori Anokladia Raspach, cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi ijrochi kotibi Ibrohim Tiyaf va boshqalar ishtirok etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish forum ishtirokchilariga video murojaat yo'lladi. Ishtirokchilar orasida 2000 dan ortiq xorijiy mehmonlar, jumladan milliy va global ekologik tashkilotlar, xalqaro tuzilmalar rahbarlari, ekspertlar, olimlar va jurnalistlar, biznes vakillari bor edi. Davlatimiz rahbari nutqining avvalida forumning xalqaro miqyosi va ishtirokchilarning nufuzi jahon hamjamiyati barqaror taraqqiyotining eng dolzarb masalalariga samarali yechim izlashda birgalikda sa'y-harakatlar olib borishga sodiqligi namunasi ekanini ta'kidladi. O'tgan yili dunyoda ilk bor o'rtacha harorat Selsiy shkalasi bo'yicha 1,5 darajadan yuqoriroq ko'tarilgani qayd etildi. So'nggi 10 yillik metakuzatuvlar tarixida eng issiq bo'ldi. Davlat rahbari O'zbekistonda degradatsiyaga uchragan yer maydonlarini qisqartirish va iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berdi va har yili Navro'z bayrami arafasida Markaziy Osiyoning yashil belbog'i daraxt ekish mintaqaviy aksiyasini o'tkazish taklifini ilgari surdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida iqtisodiyotni rivojlantirishning resurslarini tejaydigan va ekologik toza modeliga o'tish masalasiga ham e'tibor qaratdi. Biz O'zbekistonning Parij bitimi doirasida bu gazlari chiqarishni 35% ga kamaytirish bo'yicha olgan majburiyatini muddatidan oldin bajarish uchun barcha sa'y-harakatlarimizni ishga solishimizni ta'kidlab o'tmoqchiman, dedi davlatimiz rahbari. Ushbu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarning davomi sifatida moliyalashtirish, texnologiyalar va vakolatlarni safarbar qilish uchun Toshkent shahrida Yevropa ittifoqining suv, energiya, iqlim o'zgarishi deb nomlangan tashabbusining kotibiyatini tashkil etish taklifi ilgari surildi. Markaziy Osiyoda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish borasidagi sa'y-harakatlarni birlashtirish va bu sohada mintaqaviy dasturni ishga tushirishga chaqiramiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, muzliklar holatini uzluksiz sun'iy yo'ldosh orqali kuzatish va mintaqaning tog' ekotizimlari uchun xavflarni erta aniqlash bo'yicha Kopernik dasturi doirasida Yevropa ittifoqi bilan yaqindan hamkorlik qilishdan manfaatdorlik bildirildi. So'zining yakunida davlatimiz rahbari kelajak avlodlar barqaror, xavfsiz, farovon dunyoda yashashi uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rish umumiy maqsad ekanini yana bir bor eslatdi. Buning uchun muloqotlarni mustahkamlash, umumiy ezgu maqsadlar yo'lida birlashgan barcha davlatlarning sa'y-harakatlarini uyg'unlashtirish zarur, dedi O'zbekiston prezidenti. Ta'kidlash kerak, mintaqamizda ilk bor o'tkazilgan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammiti yuqori ishchanlik va samimiy do'stlik va muloqot ruhida o'tdi. Forum ishtirokchilari betakror kentning go'zalligi, xalqimizning mehmondo'stlik fazilatlaridan bahramand bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Yevropa kengashi prezidenti Antonio Koshta va Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Samarqand shahridagi Kongress markaziy xiyobonida 2 tup eman ekdilar. Yevropa ittifoqi yetakchilari xalqimizning boy madaniyati bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti hamrohligida Samarqand xalqaro turizm markazidagi Boqiy shahar tarixiy etnografik majmuasida bo'ldilar. Mehmonlarga xalqimizning betakror badiiy hunarmandlik va musiqiy madaniyati namoyish etildi. Tadbir doirasida davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammitida ishtirok etish uchun Samarqand shahriga kelgan Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan uchrashuv o'tkazdi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, Yevropa iqtisodiy komissiyasi ijrochi kotibi Tatyana Malchin, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi punktlari bo'yicha dasturi ijrochi direktori Anokladia Raspach,
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari, cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi ijrochi kotibi Ibrohim Tiyaf bilan O'zbekiston Saudiya Arabistoni Ishbilarmonlar kengashi hamraisi, Aquapower kompaniyasi boshqaruvi raisi Muhammad Abu Nayyanni qabul qildi. Uchrashuv va qabullarda mamlakatlarimiz va mintaqalarimiz o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari ko'rib chiqildi. Joriy haftada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Eron Islom Respublikasi Prezidenti Mas'ud Pezeshkian o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi. Yetakchilar bir-birlarini va mamlakatlarimizning do'st xalqlarini bahor ayyomi Navro'z va muborak Ramazon hayiti Id al-Fitr bilan samimiy qutlab, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va ravnaq tiladilar. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar qildi. Qabul qilingan yo'l xaritasi asosida ko'p qirrali O'zbekiston-Eron munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari atroflicha ko'rib chiqildi. Turli darajada faol muloqotlar va tashriflar davom etayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Kimyo va neft, kimyo tarmoqlari, to'qimachilik, oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, qurilish materiallari tarmog'i va boshqa yo'nalishlardagi kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash va jadal amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Tehron shahrida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan hukumatlararo komissiya yig'ilishi, biznes forum va sanoat ko'rgazmasini samarali tashkil etish muhimligi ta'kidlandi. O'zbekiston va Eron yetakchilari xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy haftada Xitoy Xalq Respublikasi Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Liu Chao boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Yuqori martabali mehmon davlatimiz rahbariga Xitoy raisi Si Zinpinning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Uchrashuvda oliy darajada erishilgan kelishuvlarga muvofiq O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik va amaliy sheriklikni yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Keyingi yillarda O'zbekiston Xitoy do'stlik va boshqa sharoitlarda har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarida yuksak darajaga erishilgani alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. Parlamentlararo va partiyalararo hamkorlikni, ayniqsa kambag'allikni qisqartirish, korrupsiyaga qarshi kurashish, raqamlashtirish va sanoatlashtirishni jadallashtirish kabi sohalarni yanada kengaytirish zarurligiga alohida e'tibor qaratildi. Oliy va professional ta'lim sohasida hamkorlikni yanada rivojlantirish, jumladan mamlakatimizda Xitoyning yetakchi oliy ta'lim muassasalari filiallarini ochish muhimligi qayd etildi. Joriy haftada mamlakatimiz ostonasi Toshkentda Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi o'z ishini boshladi. Assambleya doirasida parlament ayol a'zolari forumining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Forumni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva kirish so'zi bilan ochib, forum faoliyatining 40 yillik yubileyi bilan uning barcha a'zolarini O'zbekiston parlamenti nomidan qutladi. Ma'lumot uchun aytadigan bo'lsak, 5-9 aprel kunlari bo'lib o'tadigan anjumanda parlamentlararo ittifoqqa a'zo bo'lgan dunyoning 190 ga yaqin mamlakatidan parlamentariylar vakillari, xalqaro va parlamentlararo tashkilotlardan 2000 ga yaqin delegat ishtirok etmoqda. O'zbekiston Milliy axborot agentligi jamoasi nufuzli anjumanda ko'rib chiqiladigan masalalar, bildiriladigan fikrlar, qabul qilinadigan hujjatlar haqidagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan yoritib boradi. Tadbirning nufuzi va ahamiyati haqida hamkasbim Sevinch Tursunova so'z yuritadi. 2 haftadan buyon parlamentda yig'ilish yo'q. Qonun loyihalari muhokama qilinmayapti. Xo'sh, deputatlar va senatorlar nima bilan band? Toshkent parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasiga mezbonlik qiladi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 5-9 aprel kunlari ittifoq yig'ilishi bo'lib o'tadi. Hozirda butun dunyodan tashkilotga a'zo davlatlar vakillari tashrif buyurmoqdalar. Ularga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hamrohlik qilmoqda. Toshkent City hududidagi Kongress Hall majmuasida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan parlamentlararo ittifoqning yubiley assambleyasida 180 mamlakat, 15 ta kuzatuvchi davlat va 25 dan ortiq xalqaro va parlamentlararo tashkilotlardan 2000 ga yaqin delegatlar ishtirok etishi kutilyapti.
Parlamentlararo ittifoq xalqaro parlament tashkiloti bo'lib, parlamentlararo muloqot uchun eng yirik platforma hisoblanadi. Tashkilot faoliyati tinchlik va xalqlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, vakillik organlarini mustahkamlashga qaratilgan. O'zbekistonning parlamentlararo ittifoq bilan aloqasi 1992-yilda boshlangan. O'sha yili O'zbekiston parlamentlararo ittifoq a'zosiga aylangan edi, ammo 2007-yilda a'zolik to'xtatilgan. 2017-yilda esa oktyabr oyida bo'lib o'tgan 137-assambleya natijalariga ko'ra O'zbekiston parlamentlararo ittifoq faoliyatidagi ishtirokini qayta tikladi. Qayd etib o'tish kerakki, 2020-yilda O'zbekiston Oliy Majlisining COVID-19 davridagi faoliyatini ittifoq yuqori baholagan edi. Uchrashuvga tayyorgarlik jarayonlari, mehmonlarni kutib olish hamda yig'ilish haqida batafsil Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Senatining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida kuzatib borishingiz mumkin. Joriy haftada Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti tomonidan joriy etilgan boj tariflari iqtisodiy tushkunlik bilan qarshi olindi. Turli mamlakatlar ushbu cheklovlarga nisbatan javob choralarini ko'rish bo'yicha bosh qotirmoqda. Jumladan Yevropa ittifoqi ham. Ittifoqning Markaziy Osiyo tomon yuzlanayotganida ham ayni shunday sabablar bo'lishi mumkin. Yaponiya katta yo'qotishlar keltirib chiqarishi aytilayotgan zilzilaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Amaldagi Janubiy Koreya prezidenti rasman o'z lavozimini yo'qotdi. Shu va boshqa xabarlar bilan mavzuni hamkasbim Iroda Nakibova davom ettiradi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan joriy etilgan bojlarni butun dunyo bo'ylab biznes va iste'molchilarga jiddiy zarba deb atadi. Yevropa javob berishga tayyor. Biz har doim manfaatlarimiz va qadriyatlarimizni himoya qilamiz. Shu bilan birga hamkorlikka va qarama-qarshilikdan muzokaralarga o'tishga tayyormiz, deb yozdi Ursula von der Leyen o'zining Twitter sahifasida. U Trampning global savdo tizimidagi kamchiliklar tufayli ba'zilar adolatsiz foyda olayotgani haqidagi pozitsiyaga qo'shilishini va uni hozirgi voqelikka moslashtirish uchun sa'y-harakatlarni qabul qilishga tayyorligini aytdi. Biroq tariflar tizimini tuzatishga yordam bermasligini ma'lum qildi. AQShda demokrat senator Cory Booker prezident Donald Trampning siyosatini 25 soatdan ortiq tanqid qilib, eng uzun nutq rekordini o'rnatdi. Bu haqida CNN xabar berdi. Booker o'z nutqida AQSh prezidentining ilk farmonlari Grenlandiya va Kanadani qo'shib olishga intilishlari oqibati haqida gapirgan. Demokrat shu tariqa 1957-yilda 24 soat 18 daqiqa nutq so'zlagan marhum hamkasbi Strom Termontning rekordini yangilagan. Booker bayonotini jismoniy imkoniyatlari boricha davom ettirishga va'da bergan. U mamlakat inqirozda ekani haqida ogohlantirgan. AQSh hukumati samaradorlik departamenti rahbari milliarder Elon Muskning federal hokimiyat ko'lamini qayta ko'rib chiqish bo'yicha sa'y-harakatlarini tanqid qilgan. Shuningdek, millionlab amerikaliklar uchun asosiy sog'liqni saqlash dasturlari qisqartirilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Qo'shma Shtatlar prezidenti atiga 71 kun ichida amerikaliklar xavfsizligiga, moliyaviy barqarorlikka va demokratiyamizning asosiy poydevorlariga shunchalik ko'p zarar yetkazdi. Hozir Amerika uchun oddiy davr emas. Shuning uchun AQSh senatida bu holat oddiy deb qaralmasligi kerak, dedi Booker. Litvada NATOning sharqiy qanotini mustahkamlash uchun Germaniya qurolli kuchlari brigadasi rasman doimiy asosda joylashtirildi. Bu haqda politsiya xabar berdi. 5000 harbiydan iborat tuzilma 2027-yil oxirigacha to'liq jangovar tayyorgarlikka ega bo'lishi rejalashtirilgan. Bu Ikkinchi jahon urushidan beri ilk bor nemis harbiylarining xorijda doimiy joylashuvi sanaladi. Bizda aniq vazifa bor. NATOning sharqiy qanotida Litva ittifoqchilarining himoyasi, erkinligi va xavfsizligini ta'minlashimiz kerak, dedi Bundeswehrning Litvadagi 45-tank brigadasi qo'mondoni general Kristof Huber. U brigadaning Litvada joylashtirilishi NATO hududini va Germaniyaning o'zini himoya qilishini ta'minlashini ta'kidladi. Yaponiya salkam 300 ming odamning o'limiga olib kelishi mumkin bo'lgan kuchli zilzilaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Reuters xabar berdi. Yaponiya iqtisodiyoti Tinch okeani sohilida uzoq kutilgan mega zilzila yuz bergan taqdirda 1,81 trillion dollargacha zarar ko'rishi mumkin. Bundan tashqari ehtimoliy zilzila sunami keltirib chiqarishi, yuzlab binolar vayron bo'lishi kutilmoqda. Yaponiya dunyodagi eng seysmik xavfli davlatlardan biri bo'lib, hukumat 8-9 balli zilzila ehtimolini taxminan 80% deb baholamoqda. U Nankay yoriq zonasida yuz berishi prognoz qilingan. Janubiy Koreya prezidenti lavozimidan butunlay chetlashtirildi.
Janubiy Koreya prezidenti Yun Sok Yeol mamlakatda harbiy holat e'lon qilishga muvaffaqiyatsiz uringanidan 4 oy o'tib, lavozimidan butunlay chetlashtirildi. Konstitutsiyaviy sud uning impichmenti haqidagi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda BBC xabar berdi. Yunga qarshi impichmentni qo'llab-quvvatlash uchun 8 nafar sudya ishtirok etgan. Ular hukm chiqarish vaqti prezident o'z qarori bilan konstitutsiya, qonun ustuvorligi va demokratiya tamoyillarini buzganini ta'kidlagan. Endi mamlakatda 60 kun ichida yangi prezidentlik saylovi bo'lib o'tishi kerak. Tojikistonning Xo'jand shahrida 3 mamlakat davlat chegaralari tutashgan hududda Do'stlik stellasining tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Unda O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari ishtirok etdi. Ushbu yodgorlik qardosh mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, ishonch va strategik sheriklik munosabatlari mustahkamlanib borayotganini yangi ramzi bo'ladi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegaralarining tutash nuqtasi to'g'risidagi tarixiy shartnoma imzolangani hamda 3 davlat rahbarlarining qo'shma deklaratsiyasi qabul qilingani haqida xabar berildi. Ushbu tarixiy kelishuv mamlakatlarimiz tarixida yangi sahifa ochib, bir asrlik muammoga nuqta qo'yadi hamda butun mintaqaning uzoq muddatli barqarorligi va ravnaqi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Endi chegaralar uzul-kesil belgilangach, mamlakatlarimiz uchun savdo, iqtisodiy, transport, madaniy, gumanitar va ekologik hamkorlikni kengaytirish uchun keng imkoniyatlar ochilmoqda. Hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Insonning tarbiyasi, tushunchalari va nafs uni shu botqoqqa yetaklaydi. Hamkasbim Komila Tojiboyeva tayyorlagan xabarlarni ko'rib, shu narsa xayolimdan o'tdi. Yo'qsa inson harom luqma uchun o'z kelajagini barbod qilarmidi? Siz ham ko'ring va xulosa chiqaring. Toshkentda Yuriskonsalt hamda Iqtisodiyot va moliya boshqarmasi bosh mutaxassisi pora bilan qo'lga olindi. Toshkent shahar hokimligi yuridik boshqarma Yuriskonsaltda chet ellik fuqaroga tegishli ko'chmas mulk uchun ajratilgan 8,8 milliard so'm kompensatsiyani tezlashtirib berish evaziga 70 ming AQSh dollari olgan paytda ushlandi. Keyinchalik Yuriskonsalt kompensatsiya jarayonini tezlashtirish uchun Toshkent shahar iqtisodiyot va moliya boshqarmasi bosh mutaxassisiga 10 ming AQSh dollari bergani ma'lum bo'lib, bosh mutaxassis ham ushlandi. Soliq xodimi va mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarining noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Qarshi shahar soliq inspeksiyasining bosh inspektori 2 dorixona rahbariga 150 million so'mlik soliq qarzini sud orqali hal qilib berish evaziga 50 million so'm talab qilgan. U Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament tadbirida 10,4 million so'm olayotgan paytda qo'lga olindi. Qarshi shahrida kuzatilgan boshqa holatda esa mahalliy mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari mansabdor shaxslar orqali transport vositalarini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bankdan 1 milliard 500 million so'm kredit olib berish evaziga uning rahbaridan 84 million so'm olgan vaqtida ushlandi. Hozirda har ikki holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168, 28 va 211 moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qashqadaryo viloyatida 190 million so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati fosh etildi. O'zenergo inspeksiya Qashqadaryo viloyati hududiy boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi va gaz ta'minoti korxonasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan nazorat tadbirida Koson tumani Arabxona mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan D.Y. nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi binosida gaz hisoblagichsiz tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulanib, tabiiy gazdan noqonuniy foydalanilganligi aniqlandi. Ushbu qoidabuzarlik natijasida dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra gaz ta'minoti korxonasiga 190 million so'm zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bo'stonliq tumanida yer maydonlarini noqonuniy sotish holatlari aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departament hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Bo'stonliq tumanida yashovchi 1980 va 88 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs bog'dorchilik va uzumchilikka ixtisoslashgan shirkat a'zolariga ajratilgan 20 sotix yer maydonini 230 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtda ushlandi. Shuningdek, ushbu yer uchastkasini o'zinikidek tanishtirgan 1964-yilda tug'ilgan fuqaro ham 230 ming AQSh dollarini olayotgan paytda qo'lga olindi. Yana bir holatda 1996-yilda tug'ilgan shaxs qarindoshiga tegishli 36 sotix yerni 150 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, kadastr tizimidagi tanishlari orqali hujjatlarni rasmiylashtirish evaziga qo'shimcha 10 ming AQSh dollari talab qiladi
va jami 160 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtda ushlangan. Boshqa holatda 1992 yilda tug'ilgan shaxs 72,6 sotix yer maydonini 1,81,740 AQSh dollariga sotishga uringan. Shuningdek, yer maydonini turar joy toifasiga o'tkazish va ko'p qavatli uy qurish uchun ruxsat olish evaziga 10 ming AQSh dollari talab qilgan. U 110 ming AQSh dollarini olganida ushlangan. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Dasturimizga bo'lgan e'tiboringiz uchun tashakkur. Mamlakatimizda, mintaqada, dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealardan birinchi bo'lib, O'zbekiston Milliy axborot agentligining rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoq sahifalari orqali xabardor bo'ling.